Qorasuvdagi obyektimizda qanaqa sifatli premium mahsulotlar ishlatayotganimizni ko'rsataman. Bu Rossiyani universalniy kley va armirovkasiga ham ishlatsa bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek suzmadek chiqadi smeslar. Biz shunaqa mahsulotlar ishlatamiz. Mana hozir biz bu yerda ikkinchi sloyiga xudo xolasa mana Javohir aka bilan birga shu smesdan yopishtirib ikkinchi sloyni uramiz. Olib ko'rsataylik, mana qanaqa toladek suzmadek chiqadi. Bu yerda mokriy montajda har bitta sloy o'zidan ichki parni erkin vivozit qilish kerak, ya'ni chiqarish kerak. O'shandagina точка rasi bizda izolyatsiyada bo'ladi. Ana o'shanda sistema ishlaydi va konstruksiya ko'p yillarga ham xizmat qiladi. Bu surayotgan kleylarimiz ham, bazatlar ham zavodlar aytganidek garantiya beradigan yilga xizmat qilib beradi. Mana bu sposob nанесения taroqda qilinyapti. Zubchiki ko'ryapsizlarmi? Skladkasiga ham yaxshi beradi. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Tolalari ko'rinmayapti, bu yerda hozir ko'ra olmaymiz. Surilishlari qanaqa? Javohir aka? Chokki. Bo'sh yo'qmasmi? Ha, videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozir mana ikkinchi sloyi. Ko'pchilik zavodlar yo'q, biz garantiya bermaymiz, bizda opitda yo'q deyishdi, lekin biz aytganimizdek Yevropaga chiqib o'sha bitta ishlab chiqaruvchiga unda bizda 10+10 sistema ishlatiladi. Bemalol bolalarga uverenniy bo'lsangiz, yopishtirsangiz bo'ladi deyishdi. Mana biz hozir shu yopishtirishni ko'rsanglar bo'ladi hozir. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana bismillah. Разбежка shvov, ya'ni stiklarini ustiga ikkinchi plita yopadi stigini. O'shanda ishlaydi bu, ya'ni ichkaridan issiq sovuq, tashqaridagi issiq sovuq o'tmaydi, kirmaydi. Bu